Dartda dynamic variable bu qanday variable? Masalan, biz var name teng deb turib string qiymat berishimiz mumkin. Bu holatda bizni variableimizni type, ya'ni turi string. Chunki qiymatimizni turi ham string bo'lyapti. Xohlasangiz bunga integer ham berishingiz mumkin. Endi variableimizni turi integer bo'lyapti, sababi bizdagi qiymatni turi ham integer. Pastda endi bu data type'imiz integer bo'lgani uchun pastiga kelib siz boshqa data type, masalan stringni bera olmaysiz. Sababi tepadagi ikkinchi liniyada biz bu variable'ni turini integerga qulflab qo'ydik, chunki vardan foydalanyapmiz. Endi siz agar dynamicdan, mana varni o'rniga dynamicdan foydalanadigan bo'lsangiz, endi siz kodingizni xohlagan qismida variable name'ni, mana shu name variable'ni xohlagan qiymatingizni berib, xohlagan turiga o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz pastida aytaylik, hop, mana pastki qismga o'tamizda, buni endi misol uchun boolean ga o'zgartirishimiz mumkin. Xohlasangiz buni double ga o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu holatda. Demak, bizni dynamic variable'imiz xohlagan turga o'zgarishi mumkin. Lekin bu dynamic variable'ni maksimal darajada kamroq ishlatish kerak, chunki bu kodimizni xavfsizligini anchagina kamaytirib yuboradi. Ya'ni qancha ko'p ishlatsangiz bu variable'ni, shuncha ko'p kodingizni xavfsizligi, ya'ni xatolarga yo'l qo'yishingiz ehtimoli oshadi va uni debug qilish ham juda ham qiyinlashib boradi.